Qadrdonim ozgina toliqib, mashinada ko'zi ketib ekan. Qadrdonim, qadrdonim. Belgisda rolda ko'zingiz ketib qolibdi-yu. Aka, joy yo'q. Mana shu yerda tiqa joyda yotibman-da, aka. Shu yerda o'zingizni dam olgandek his qilyapsizmi? Mashinadan tushing, bunday dam olishni men sizga aytaman. Dam oladigan, bellarga orom beradigan joyga bitta sizni olib kerak, qadrdonim. Mana shunaqa joy bor deysizmi, aka? Bu mashinada yuraverib ancha toliqibsiz. Rasul charchadik, aka, mana shu. Farg'onaning Bog'dodida Do'rmancha qishlog'ida bizning qadrdonimiz bor, Ahrorjon degan. Bitta keyin qadrdonim. Mana buni qarang. Mana bu divorlarda o'tirsangiz, yozsangiz, charchoqlar chiqib ketadi. Mazza, qo'llar botib ketyapti aka. Mana buni qarang. Qani? Oyoqlarda qarang, mazza qilyapti. Qulaylikni his qildingizmi? Mazza. Oyoqqa, belga dam berdimi? Mazza. Qadrdonim bitta bosib olish kerak. Xohlasangiz o'zingiz uchun, yosh uylanyap turgan bo'ydoq ukalarimiz uchun. Xohlasangiz hojona, hojotani yoshligini eslab yursin deb bitta bosib oling. Mazza yo'betlar aka. Yana bormi? Borda, yuring bu yoqqa. Qaysi tarafda? Yuring. Bu yerlar nima? O'zlari ishlab chiqaruvchi, birinchi qo'l ko'ryapsizmi? Oilaviy aka-ukalar ishlab chiqaradi o'zlari. Birinchi qo'l. Birinchi qo'ldan. Zo'ru. Mana buni qarang. Mana bu joyga qarang. Bu yerda o'sha eng so'nggi fasondagilari. High-tech deysizmi, klassika fason deysizmi? Uyingizni remontiga moslab ham ranglarni qilib beraveradi. Mana buni qarang. Xohlagan ranglarni qilib berishadi. Xohlagan rang, fasonlarini qarang. Panda fason, trendidan tushmayib turgan panda fasonlarimiz ham bor. Mana buni qarang, go'zalligi. Yangi kelin-kuyovlarga zo'r ekanda bu. Zo'r, kelin-kuyovlarga yosh bo'ydoq ukalarimiz hozirgi kunda nima deydi? Mana shunaqangi mebellarni o'zlari oladi. Bular ham yumshoqmi? Juda ham zo'r. Yo'q, buni sizdan tushmay o'rtasida ketadi. 3 yil garantiyasi bor buni matraslariga. 3 yil. 3 yil garantiyasi bor. Zo'ru. Endi sizga o'sha ukamiz, bu ishlab chiqaruvchi ukamiz Ahrorjon chiroyli qilib ma'lumotini beradi. Narxlarni berishadi, Albatta, razmeri, narxi, dastavkasigacha yoritib beradi. Rahmat. Bo'lmasa videomizni boshladik. Ukamizning kanaliga obuna bo'lib, like bosib tursangiz, chiroyli obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sog' salomsiz? Yaxshimisiz? Mana keldik aka. Sizni nimangizga, ustaxonangizga birinchi qo'l deb eshitdik. Albatta, o'zimiz oilaviy birinchi qo'limiz, aka-ukalar bilan ish faoliyatini olib boramiz aka. Ismim Ahrorjon. Ahrorjon. Aloqada ham o'zim bo'laman. Aloqada ham o'zingiz bo'lasiz. Albatta, telefon qilsa, xohlagan ma'lumotlarni beramiz. Mana shunaqa mebellarni hammasini hozir videoda qanaqa aytilgan bo'lsa, xuddi shunaqa nimasini aytib berasiz. Albatta, aytib beramiz. Bu yerda boshqa, telefon qilishganda boshqa bo'lmaydi, yo'q, shu narsa o'sha telefon qilsa ham o'sha narsa bo'ladi aka. Bizda unaqa yolg'on bo'lmaydi. Shunchadan beri ishlab kelyapmiz mana. O'zimiz seximiz, xohlasak kelib ko'rishaveradi aka. Manzilni bitta to'liq boshla aytib qo'ying. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani Do'rmancha qishlog'i. Lakasi tashlab berishadi. Albatta, lakasi tashlab beriladi. Telegramdan lakasi tashlab beriladi. Qaysi biridan boshlaymiz aka? Xudo xolasa mana shusidan boshlasak aka mana. Zanjir fason deyiladi. Oq varianti bu. Divonaga keladigan bo'lsak 1.70 ga 1.70 eni bo'ladi, 2.10 uzunligi bo'ladi. Matraslari 3 yilga garantiya beriladi matras, ortopedik matras. Shuni aytmoqchi edim. Garantiyalarni hammasini aytib keting. 3 yilga garantiya beradi. Hamma matrasimizga 3 yilga garantiya beramiz aka. Hamma matrasga 3 yilga garantiya beramiz. Bir xil matraslar 1 yilga bo'lmasdan o'zi qiyinshayib boshqa unaqa arzon matras emas aka. Yo'q, unaqa arzondan emas. Yo'q, albatta. Hammasi sifatli, xudo xolasa. Sifatli, xudo xolasa. Mana shu divani bo'ladi, ikkita tumbichkasi mana, katta tumbichkasi bo'ladi. Mana bu shkafi bo'ladi aka, o'rtalari oynali bo'ladi. Ruchkalarni endi olib kelib qo'yishadi. Ruchkalarni qo'yishadi. Ruchkalar endi turibdi, xudo xolasa endi qatirishyapti. Bu polka bo'ladi bu taraflariga. Kiyim taklagani, bu taraflari mana kiyim ilish uchun uzun kiyimlarga, ayollarga, bu taraflari erkaklarga bo'ladi. Shkaflarimizni razmeriga keladigan bo'lsa 245 ga 250 balandligi bo'ladi. Razmerlari? Rossiyskiy Endefdan aka. Stenkalarimiz mana 245 ga 250 bo'ladi. Hozir bu ham qo'shiladi. Albatta. Bu ichida xohlasa stenkasi bilan olsin, xohlasa spalniy garniturini olsin aka. Xohlaganini olib ketaveradi. Albatta, xohlaganini olib ketaveradi. Bizda mana shunisini oling degan yo'q. Yo'q, xohlasa spalnisini olib ketsa ham bo'ladi. Albatta, spalni olsa ham bo'ladi. Hamma narsani narxini adden aytib ketaveramiz. Albatta, addenni chiqarib beraveramiz aka. Shunaqa. Agar qolgan ma'lumotlar aziz obunachilar mabodo qolib qolsa, kommentariyada yozish foydasi yo'q. O'zlariga telefon qilib olsalar, pastda raqamlar bor, bemalol ma'lumotlarni berishadi. Albatta, albatta. Hozir mana shu to'liq komplekt necha pul bo'ladi? Bu termosi sig'maganligi uchun olib kirmaganmiz. Mana bunday termosi ham bo'ladi aka. Rangi oq bo'ladi. Mana shu oqqa, mana shu fasonda bo'ladi rangi. Bir xil bo'ladi. Divani ikkita tumbichkasi, termo, shkafi, servanti 9 million so'm aka. 9 million so'm. Albatta. Bu stenkasi bilan 9 million so'm. Qarang.
Bu narx bilan talashsa bo'ladimi siz bilan? Yo'q, bo'ladigan narxlarni chiqarib beramiz bu Hozir yerda. sizda bo'ladigan narxini aytyapsiz. Albatta, bo'ladigan narxlarni. Dastavkasi ichidami? Dastavkasi vodiy bo'ylab besplatniy qilib beramiz aka. Vodiy bo'ylab besplatniy. Albatta. Toshkentga desa-chi? Toshkentga desa kelishilgan holatda aka. Kelishilgan holatda qilib berasiz. Toshkent, voha taraflar yoki qolgan davlatlarga bo'lsa kelishilgan holatda Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston albatta chiqarib beramiz. Ketyaptimi? Ketyapti aka. Bo'ldi. Undan problema yo'q. Yo'q, problema yo'q. Xo'p. Bizni aslida Tojikistondan ko'pchilik kuzatishyapti, Albatta. Qirg'izistondan kuzatishyapti. Akalar, ukalar bemalol murojaat qilaverasizlar. Xo'sh, Sizlarga alohida o'zingiz ham video qilib, mana shuni sizga tanlasam, misolga mana shu oq deysa, как положено razmerlari hammasini aytib, video qilib ham tashlab beraverasiz. Albatta, albatta. Bo'ldi. Sizni tushundik. Bu 9 million. Aka, bunisi 9,5 million chiqadi. Lakroniy varianti. Mana termolari o'sha tortmali bo'ladi, hammasiga ishimizga javob beramiz. Tortmali, hammasi davchi mexanizmda, hammasi. O'zi tortib olaveradi. Albatta, o'zi tortib olaveradi, unaqa qolib ketmaydi. Zo'r. Lak sepilgan, polniy lak sepiladi bularga aka. Bu termosi 1.40 ga 1.90 bo'ladi. Mana bu stenkasi 2.45 ga 2.50 bo'ladi aka, balandligi. Mana bu shkafiga keladigan bo'lsak, shkafiga keladigan bo'lsak 2.45 ga 2.50 bo'ladi. Mana bu divani ham bor. Bu tarafda divanlari ham bor. Albatta, bu divanlari 1.70 ga 2.10. Oldilari ham chiroyli bo'pti-a buni. Albatta, hammasiga polniy lak sepilgan. Bularimiz 9,5 million so'mdan chiqadi aka. 9,5 million so'm. Albatta. Biz obunachilardan xudo xolasa chiqishsa arzonroq qilib berasiz akajon. Qo'ldan kelgancha harakat qilamiz aka. Bu oqchi qanaqa Bu oqimiz bir xilmi yo boshqami bu? Yo'q, bu boshqa variant. 9,5 millionligimiz bunisi bo'lsa, bunimiz 10 millionga chiqadi aka. 10 million so'm. Albatta. Bu ham o'sha idish tovoq teradigan 250 ga, bu razmeri ozgina kattaroq, 250 ga 250 bo'ladi. Shkaf ham xuddi shu holatda bo'ladi. Mana kiyim iladigan joylari hammasi rossiyskiy endev, rossiyskiy laminatdan ishlanadi. Mana bu termosi bo'ladi. Mana bu divani bo'ladi. Divanni ham old tarafini bir ko'rsatib qo'yasiz aka. Hozir bu ham davchi mexanizm hammasi, ruchkalari ham juda chiroyli ishlangan. Davchi mexanizmda qo'yilgan. Zo'r. Divanlarni bitta ko'rsataylik-chi, mana oq boshqada bapir. Oqni sevuvchilar boshqa. Mana. Pasonlarni qarang, mana shu zo'r. Chotki. Bularda narxi 10 million so'm chiqadi. Xohlasa bu rangida, xohlasa chekkada navot rangi bor. Hozir navot rangini ham ko'rsatib beraveramiz aka. Bo'ldi. 10 million so'mlikda ikki xil varianti bor. Keyin mana bunimiz 8069 deyiladi. Original varianti. Polniy NDF bo'ladi bular ham. Tush joyi 270 joyga tushadi, balandligi 250 sm bo'ladi. Mana bu termosi o'sha 1.60 lik termo bo'ladi, balandligi 2 metr bo'ladi aka. Mana bu ramkasi ham bor, qo'yiladi. Qo'ysak joyda egallab qo'ymasin deb qo'ymaganmiz aka. Bu tarafga o'tsak shkaflar bo'ladi, mana chuqur. Kattaligi ham yaxshi bo'ladi aka. Chuqurligi 50 sm bo'ladi, kiyimlar hech qachon buklanib qolmaydi aka. O'rtalari mana kiyim iladigan, taklaydigan joylari kattaroq bo'lib ishlangan, ko'proq kiyim sig'adi. Mana bu divanlari 1.70 ga 2.10, 3.50 garantiyali matraslarimiz bilan. Ikkita tumbichkasi. Ular narxi 11,5 million so'm aka. Hozirgi shu kunlarda 11,5 million so'm. Xohlasa korishniy variantda, xohlasa oqi bor, xohlasa unda seriya variantlari ham bor. Ranglarni tanlashaveradi, xohlagan ranglarni tanlashaveradi. Zo'r, bu ham zo'r bo'ldi. Xo'sh, 17 ta navot rangimiz qoldi, xolos, ha? Navot rangimiz mana shu. Bitta ko'rsatib qo'yaylik shuni. Albatta. Ha, buni navot rangini ko'rsatib qo'yaylik aka. Shunaqa qilaylik. Endi hammaga har xil rang yoqadi. Albatta. Bu ham rosa zo'r chiqibdi, chiroyli chiqibdi bu ham. Mana bu shkaf bo'ladi aka, 250 ga tushadi. O'tvasangiz ham bo'laveradi, yonimizdan ko'rsatsangiz yaxshiroq ko'rsatadi. Mana divani matros qo'yilmagan holati, matros qo'yib beriladi. 1.70 ga 2 matros, divanning bosh taraflari mo'shay qilingan, mягкий qilingan bular. Ikkita tumbichkasi bor, divanning ikki yonida turadigan mana. Keyin mana bu shkaflari 250 bo'ladi. Balandligi 255 bo'ladi, chuqurligi 50 sm dan. Kiyim bemalol buklanmaydi. Ilganingizda bukilib qolmaydi. 50 sm. Bu ham o'sha rossiyskiy NDFdan bo'lgan. Kraskalari shampan kraskaga chatiladi. Navot rangimiz bu. Bu ham stenkasi o'sha bir xil chiqadi. Shkaf bilan stenkasining razmeri bir xil. Narxi ham 10 million so'm buniki ham. Hozir 10 million so'm. Albatta, 10 million so'm. Mana bu yerda olma fasonimiz bor aka. Bu ham vahshiy zo'r chiqdi bular. Bo'ladi, bosh taraflarigacha.
Bu ham zo'r chiqibdi. Divani 1.72 bo'ladi. Stenkasi 2.60 joyga tushadi buniki. O'sha polkalari ham qalin birli polka qo'yiladi bularga. Bemalol. Ha, xo'sh, balandligi ko'rsatib qo'yaymi? Albatta, ko'rsating. Mana qarang. Mana men hali hech joyda ko'rganim yo'q. Mana qalindan hech qanaqa sinib ham ketmaydi boshlayapman. Yo'q, sinmaydi. Sinmaydi onlardan. Bu shkafga keladigan bo'lsak, o'sha ikki chekkasi kiyimga iladigan bo'ladi. Bu taraflari mana taglaydigan joylari. Bu ham zo'r. Albatta, naqshlar bilan ishlanganmiz ekan, oynalar, naqshlar bilan ishlaganmiz. Buni ham termosi ham bor, ikkita tumbuchkasi. Shkafi. Mana bu stenkasi bo'ladi, bu divani bo'ladi. 9.8 ming so'm chiqarib beramiz. 9.8 ming so'm. Albatta. Xudo xolasa. Keyin mana bu katta ishlarimizdan yana bittasi, mana bu termosi bo'ladi, 1.80 ga 2 metr bo'ladi balandligi, 1.80 lik termomiz. Ammo kattagidan zo'r chiroyli chiqibdi bu. Mana bu divani 1.70 ga 2.10, bosh taraflari ham ustunlari oyoq tarafgacha arkali bo'lib ishlangan bularimiz. Mana ikkita tumbuchkasi, orqangizda mana shkaf bo'ladi. 2.70 joyga tushadi. Joyi 2.70 bo'ladi, balandligi 2.50 bo'ladi aka. Chuqurliklari 50 sm. Kiyim bu qishib qolmaydi. Albatta, albatta. Mana shu pinali bo'ladi aka mana. Ular pinal bo'lgan, zamonaviy stenkalar bo'ladi aka bular. Qarang mana shu. O'rtasi o'sha termos bo'ladi o'zini, tortmali hammasi. Uchta tortmadan iborat bo'ladi bularimiz. Mana chekkada polkalari bor. Bemalol ishlatgani. Ular bunimizda razmeriga keladigan bo'lsak 3.60 joyga tushadi aka. Tushish joyi. Bunimizning narxi 14 million so'm. Zo'r aka. Polni kompligi 14 million so'm. Yana nimalarimiz bor ekan endi? Endi energiyasiga kiramiz aka. Hozir bu sexni ko'rsatdik. Mana shu yerda o'zingiz ishlab chiqarasiz. Prямо videoni o'zmayapman. Ha. Mana shu yerda o'zlarimiz ishlab chiqaramiz aka. Mana qilinyapti turgan, u tarafda qilinyapti turgan ishlarimiz bor mana. Hozir syomka bo'lgani uchun ishchilar dam olishyapti hozir. Albatta. Videoga xalaqit bermasin. Mana bu tarafdalar yarim tayyor mahsulotlarimiz aka. O'zimiz ishlab chiqarganmiz. Bular yarim tayyor, albatta. Tiklangan variantlar. Xudo xolasa klientlarimiz kelganda ko'proq vibr qilib qo'yganmiz, ko'rib, bemalol tanlab olgan aka. Bu yoq vashi zo'r. Bu taraflariga u taraf klassik bo'lsa, bu tarafga high-tech variant tayyorlaganmiz aka. High-tech. Albatta. Zo'r. Bu divaniga keladigan bo'lsak, o'sha 1.72 metrli garantiyali divan bo'ladi. Divanimizni ko'taradigan mexanizmlari ham bor aka. Bular ko'tariladi ham. Albatta, mexanizmlari. Ana. Sandiqlari kiyimlar uchun yozgi, qishda yozgi kiyimlar qo'yishadi, yozda qish kiyimlar uchun adilni. Buni tagida material bo'lmaydi ekan, buni tagiga material qilib bersa qilib beramiz. Qilib beraveradi aka, o'zimiz ustamiz, nima qilsa qilib beraveramiz aka. Ha. Mana ko'rdilaring, o'zlaring xohlagan usulda qilib berishaveradi. Bu soatlarimi aka? Albatta, bu soatlari to'kilsa yonadi, 3 xil rasvetkada yonib beradi aka bu. Yonadi, zo'r. Mana bu shkafga keladigan bo'lsak, 2.60 ga 2.50 bo'ladi. O'sha bu ham high-tech variantda ishlangan, Krashning NDFdan bo'ladi aka bularimiz ham. Mana o'rtalarida tortmalari, polkalari bor aka, kiyim iladigan. Mana shu tortmalari bor aka, mana polning. Xo'sh, bu kampirligimizda termosi ham bor, biroz ishi bor, ozgina ramkasini usbet qilmay qoldik qo'yishga. Hammasi qo'yiladi. Termosi, ikkita tumbuchka divani, shkafi, mana bu stenkasi bilan, etish tovoq teradigan stenkasi bilan 12 million so'm chiqarib beryapmiz aka. Shu kunlarda hozir 12 million so'm chiqarib beryapmiz. Albatta, high-tech variantimizda 12 million so'm chiqarib beryapmiz aka. $1000 ekanda. Albatta. Mana bu liza fasonimiz bo'ladi. 1.50 ga 2 metr bo'ladi termosi. Mana bu shkafiga keladigan bo'lsa 2.60 ga 2.45 bo'ladi balandligi. Bu ham o'sha uzun kiyimlar uchun fattonlar bilan ishlaganmiz bu fasonimizni. Bu ham vashi zo'r chiqdi. Albatta. Mana bu tumbasi bo'ladi, ikkita tumbuchkasi, divani, bosh taraflari ham mo'yshi bo'lib ishlangan ekan. Mo'yshi bo'lgan, ha? Albatta, albatta. Mana ichlari ham kenggina. Albatta. Va? Oldin eshigi-yu. Mana mo'yshni bemalol yuvib, salfetkalar, nam salfetkalar bilan ishlatamiz. Bu ham ko'tariladimi? Yo'q, bunda yo'q. Yo'q, bunda ko'tarilmaydi. Bunda ko'tarilmaydi. Bu ko'tarilmaydi, qolganlarda ko'tariladi. Xo'sh, bunimizda narxi 8 million so'm chiqadi. Termo, shkaf, ikkita tumbuchka, divani. Bu spalni gantur deyiladi. Ha, bo'ldi. 8 million. 8 million so'm. Mana shu vashi zo'r chiqibdi, ha, aka? Bu
trendda bo'lib turgan ishlarimiz aka. Eng trenddagi Panda fasonlarimiz aka bular. Panda. Albatta. Men krupnik nimada olay? Gapiring. Albatta. Bu shkaf divan aka, qarang. Hammasi davotchi mexanizm, tortma qilingan davotchi mexanizm, ustlariga shisha oynalar qo'yilgan. Mana shuni ham ko'rsatib qo'yaman. Yonib o'chadi aka mana. Sensorli. Albatta. Вообще zo'ru. Keyin buni ham divani fonduqchasi bor. Albatta. Oyoq tarafida отдельный sufasi bor aka. Ayyo. Keyin buni ham divani ko'tariladi. Ko'tarilib tushiriladi. Divanda joy egallashi 260 ga 250 bo'ladi. Ana shu joyda egallaydi divanimiz. Keyin bu shkafga keladigan bo'lsak 250 ga 220 bo'ladi. Mana o'rta qismlari mana bunday kiyimlar uchun tashlangan. Bu chekkalari uchun mana bonusi ham zo'r bo'libdi. Bu tarafi polka, bu tarafi kiborlar uchun ikkita shim, yakta ilganaga tevalari polka. Mana bu termosga keladigan bo'lsak, biri 40 ga 2 metr bo'ladi aka. Mana bularda ham tortma, hammasi davotchi bo'ladi. Bu oyoqlari o'zi asobi shunaqa qilib yasalgan. Asobi yasalgan ekan. High-tech variantlarimizga shunaqa oyoqlar yasaladi. Bu ham mana tok ulasak bu sensorlari bunga ham yonadi. Tokimiz yetib kelmayapti xolos. Yonadi. Albatta, bu ham sensor yonadi hammasi. Xuddi mana shunaqa bo'lib yonadi. Albatta, yonadi bu ham. Zo'r ekan. Qo'yish mana bu 110 ga 70 chester ham bo'ladi aka bularda. Bu mashina ham qo'shib beriladi. Albatta, qo'shib beriladi. Chesterlari bo'ladi, to'rtta aka. Tortmasi bilan. Bunimizning narxi 12 million so'm aka. 12 million so'm. Albatta, spalnigatimiz 12 million so'm. Mana bu chesteri, termo, shkafi, divani, ikkita tumbuchkasi bilan 12 million so'm. Bunda idish tovoq tahliyligini yo'q. Yo'q, bularda ham spalnigator bo'ladi xolos. Ularni ham agar mashinaga moslab qilib bersa, sizga qilib beradi. Albatta. Bo'ldi. Bu tarafida xuddi shuni aka, qora varianti, pandamiz. Xuddi shuni qorasi. Albatta. Qorasi oqini, qorasi qorasini aka. Ko'nglini qaysini tutsa, o'shani qilib beramiz ekan. Bu ham sensor yonaveradi ekan. Voy-yo, boplabsiz buni. Xohlasangiz qorasini oling, xohlasangiz mana oqini oling. Xohlaganingizdan qilib berishadi. Keyin buni aka, qarang. Hozir videoni qo'yapmiz, ha? Xo'p. Qo'yapmiz. Sizda buni zakaz bersa qanchadan qilib berasiz? Tugab qolsa, hozir mana shular sotilib qolsa. Bular sotilib tugab qolsa, bir hafta 10 kunda tayyorlab yetkazib beramiz ekan. Telefon qilishgandan bir haftadan 10 kungacha qilib olib borib o'rnatib ham berasizmi? Albatta. Agar shu vodiy ichida bo'lsa, o'rnatib beramiz. Agar voha tarafga bo'lsa, uppa-ko'kka holatda chiqarib beramiz. Bo'ldimi? Zo'r. Bularchi, bu qanaqa divanlar mana? Bularimiz yakkali divanlar xohlab qolganlar uchun aka, yakkali ikkita divan bo'ladi. Shu zo'r, aha. Bularimiz mana bu ham o'sha taglari ko'tariladi, sandiqcha bo'ladi bularga ham aka. Zo'r. Bularimizni jupi 2,5 million so'mdan chiqadi. Yakka olaman deganlarga 1 million 250 mingdan chiqaveradi bular ham aka. 1 million 250 mingdan. Mana. Mazza, zo'r. Xohlasa mana bunday penallarimiz ham bor aka, 5 million so'mdan chiqarib beramiz. Xo'sh, 3 metrli bo'ladi, balandligi 220 bo'ladi. Mana bitta ikkita polkachasi bo'ladi. Idish tovoq teradigan mana tortmalar bilan ishlangan bu ham aka. Eshiklari hammasi davotchi mexanizm qo'yilgan ekan mana. Zo'r. Mana shu akkuratni, skromni chiqibdimi? Mana bu narsa. Bu high-techimiz aka, rossiyskiy laminatdan bo'lgan. Polniy 100% PVH kromka aka. Bularimiz ham o'sha mana. Ruchkalari ham turetskiy ruchka aka. Donasi 140 ming shunaqa atrofida turadi. Zo'r. Mana o'rtalari taklaydigan bunimiz ham aka. Ichlarini ko'rsangiz ham skromni chiroyli ekan. Kimdir skromli narsa xohlaydi, kimdir boshqa charog'ini xohlagandan bor. Albatta, xohlagan variantda tayyorlab beramiz ekan mana. Bu shkafga keladigan bo'lsak, chuqurligi 50 sm bo'ladi, 240 ga 220 bo'ladi balandligi. Stenkasi 260 ga, idish tovoq teragani 220 bo'ladi. Buniki mana qalin o'sha buniki ham qalin oyna bo'ladi. Hammasi tagi отдельно ochiladi, tevalari отдельно ochiladi. Bularni ham o'rtalari ham xuddi shu holatda. Mana bu divanga keladigan bo'lsak, 170 ga 2 matrosni o'zi divanda bosh qismi 260 joyda egallaydi. Zo'r. Bunimizda divanimizda mana rasvetkalar, 3 xil rasvetkada svetlar yonadi. Har xil mana tagida tortsa atrof yonadi. Mana yerda ustiga kabellar bor, zaryadnik olsa bo'ladi ekan. Zaryadniki ham albatta ichida. Voy, vashi zo'r chiqibdi. Mana bu tarafda termosi bu orqada qolibdi aka mana. 3 ta tortmali bo'ladi termosi. Bu tarafi eshikli bo'ladi. Xolasa mana atrupolar uchun отдельно joy qilingan ekan mana. Vashi zo'r bo'libdi. Yosh bolalar bu yerdan olib ketib nima qilmaydi? Albatta tevaga qo'yilaveradi. Tevada qo'yilaveradi. Bu kampligimiz aka 10 million so'm chiqadi.
Xohlasa spalnigani tayyorlab beramiz, xohlasa polni kampirligi olsin 10 million so'm aka. Zo'r. Mana yana bitta yangi ranglarda chiqarilgan modellarimiz aka, albatta. Ha, taraflarda. Hozir qarangda, mana shunaqa o'zi divorlarga ham o'zi laminatlarni yopishtirishni boshlashdi-yu. Agar bir xillik bo'ladigan bo'lsa, mana sizga xohlagan o'sha oqtarib yurgan bo'lsangiz siz uchun. Albatta, mana bu modellari, so'pi sandiqlari. Ha, bu devorlarimiz aka, mana bu ham svet qo'yiladi aka. Qo'yib berasiz. Albatta qo'yib beramiz, vaqtimiz bo'lmayapti, yetkazib beramiz, xudo xolasa. Bular ham o'sha taglari sandiq bo'lib ochiladi devorlarimiz. Ochiladi. Matraslarimiz 3 yilga garantiya beramiz aka. Mo o'sha arxiped matras bo'ladi, mo'shi materiallar, atsa ketadigan material bo'ladi aka. Xo'sh, shkafiga keladigan bo'lsak aka, shkafi 240 bo'ladi, juda ham katta, mana kuyov bolalar uchun. Tevaga kasdan pastgashim tortmalarigacha bor ekan mana. Hammasi tavchi mexanizmda qilingan, polkalari. Bu kuyov bola tarafiga. Bu kuyov bo'ladi. Albatta, bu tarafga hozir kelin tarafni ko'rsatamiz. Kelin tarafga uzun kiyim bo'lgani uchun uzun kiyimlarga mo'ljallaganmiz, mana. Bu uzun kiyimlar uchun, mana polkalari taklagan uchun. Juda katta variantlar bu. Zo'r bo'pti mana shulari. Mana bu stenkasiga keladigan bo'lsa, pinal deyiladi. 3 metr 320 joyga tushadi aka. Mana tevalari o'sha buniki ham shisha oynak bo'ladi, hammasiniki. Qo'ldan kelgancha hammasi tavchi mexanizmda, rossiyskiy laminatdan bo'lgan. Mana tortmalari ham, shu tortmalari bor ekan. Mexanizmlari ham yaxshi mexanizmda qo'yilgan. Zo'r ekan. Bu termosi mana. Xo'sh. 1.50 ga chiqadi aka joyi. Tortmasi, eshiklari, mana bu ashulni qo'yib bir ko'rsataylik aka. Mana shunday oynaklarni qo'yib beriladi aka mana. Mana. Asli holat shu holatda turadi aka. Zo'r bo'lar ekan, ha. Dumaloq oynaklari shu holatda qo'yiladi. Biz buni qo'ysak joylarimizda ko'rsatmay qolyapti, shuning uchun olib qo'yapmiz xolos. Bo'ldi. Tushundik. Zo'r. Mana undaqa delfin ranglar, bu delfin deyiladimi? Bizda Moshi bozorda mana shunaqa moshlar delfin deymiz. Buni ham u tarafda ko'rsatdik. Xolasa xohlagan ranglarda tayyorlab yetkazib beramiz aka. Bo'ldi. Manzilni yana bitta oxirida tushuntirib qo'ying. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bag'dod tumani Do'rmancha qishlog'i. Bo'ldi. Akalar, opalar, singillar, mana Unjanakanlar bor. qo'ldan kelgancha ko'rsatdik. Qolgan ma'lumotlarni telefon orqali bemalol o'zlari tushuntirib berishadi. Mana shunaqa vizitkalarda Xudo xolasa hozir ko'rsatib beraman sizlarga. Bemalol telefon qilasizlar mana shu raqamlarga. Hamma xohlagan bundan tashqari aka qarang, bitta gap qopti. Sizga Telegramdan bironta divan yo spalniy bironta fason tashasa, albatta, qanday fason tashasa ham o'zimiz tayyorlab beraveramiz aka. Mana shunisi savolimiz qopti-da, albatta tayyorlab beramiz aka. O'zimizni qo'limizda, o'zimiz usta bo'lganimiz uchun xohlagan fason tashasa tayyorlab beramiz. Bo'ldi. Narxlargacha aytib berasiz. Keyin zakaz bersa, zakorat bersa, albatta tayyorlab berasiz. Shunday. Uni ham 10 kungacha tayyorlab berasiz, xudo xolasa. Agar yangi fason bo'lsa 15 kungacha cho'zilib qolishi mumkin. Uni tayyorlab, chizib biroz vaqt ketib qolishi mumkin kompyuter tayyorlash uchun. Rahmat. Akalar bittadan layklarni bosinglar. Mana akamizni mehnatiga ham bitta layk bosinglar. Bu bitta solishtirish uchun borib o'zlaring tarafdagi do'konlar bilan solishtirsangiz bo'laveradi. Xohlagan fason. Men misolga mana shu pandani borib solishtirsangizga ancha farq qiladi, xudo xolasa.